Ishlash ham qiyinlashib ketdi. Video boshlabdi-yu, hozir do'stlarga salom berishim kerak. Hello YouTube ahli, men sizlar bilan bugun Mark bo'laman do'stlar. Xullas, bugun Killer hayotining ikkinchi qismini olamiz do'stlar. Men O'zbekistondan Poland shahriga, Poland davlatiga uchib keldim. Mana hozir orqamda ko'ryapsiz o'sha bayroq. Endi men hozir nima desa bo'ladi? Men hozir bir ish bilan jo'natilganman. Bu yerdagilar meni oddiy fermer deb o'ylaydi. Aslida men unaqa emas. Men killerman do'stlar. O'zingiz juda yaxshi bilasiz-ku, o'tgan safar meni uylarimni sug'urta qilishgandan keyin O'zbekistondan ko'chib kelishga majbur bo'ldim. Chunki meni qidirib qolishdi. Sababki meni sotib berdim. Sotib berishda o'zim do'stim uni videoga ola olmadim. Agar videoga olganimda uni ham qo'ygan bo'lar edim. Xo'p do'stlar, mana qo'limda qurolim bor. Birinchi o'rinda men otadigan odamimni kuzatishim kerak ekan. Men otadigan odamni kuzatishim kerak. Men otadigan, ya'ni o'ldiradigan inson bu mening qo'shnim. O'z ko'rsataman. Shu yerda bo'lish kerak. Mana shu odam. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Tuzimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. O'zing yaxshimisan? Tuzimsan? Ha, yaxshi, rahmat. O'zingizchi yaxshimisiz? Ha, albatta, yaxshi. Senga ish kerak, to'g'rimi? Yo'q, ish topdim. Fermerman-ku. Ha, unda yaxshi, fermer bo'lgan bo'lsak. Nimaga buningizni tortyapsiz? Ha, shamollab qolibman. Xo'p. Xullas, do'stlar, ko'rganingizdek, bugun shu inson o'zini ofisiga boradi. Men buni payt bo'ylab kuzataman. Hozirda esa o'zimning yangigina kompyuterimda video o'ynashdan oldin mana bu polizimni tozalashim kerak. Ko'ryapsizlar, juda katta poliz. Rosa katta polizim ham. Bu nima desa bo'ladi? Bu ko'z bo'yamachiligi do'stlar. Killerlarning hayotida ham ko'z bo'yamachiligida o'tgan ekan. Shunday. Biz o'zimizni yaxshi inson deb ko'rsatamiz, aslida o'zi ham yaxshi insonmiz. Lekin bizga oldindan dushman bo'lib kelganlarni shunday qilib qilishga majburmiz. Xo'p do'stlar, mana da ekib qo'yib, keyin videoni boshlaymiz. Mana do'stlar, bu yerni hozir tozalab oldim. Endi hozir uyga kiribcha Minecraftni o'ynayman. Minecraft o'ynagandan keyin albatta ketishim kerak. Xo'p, bu yerni ochamiz. Bularni solib qo'yamiz. Hujjatimni doimo shu yerda saqlayman. Baryer meni nima qilyapti bu? Bilmayman. Axir bu taqiqlangan-ku do'stlar. Hop, men Minecraft o'ynashni boshlayman. Hop, yaxshi. Yaxshi. Bedwars'ni o'ynab oldim. Hop, endi uyda nimalarnidir bir-ikki narsa yeb, hozir o'ldirishga ketaman. Hop, bitta tuxum, bitta choy olamiz. Bu yerga o'tiramiz. Tuxum yaxshi-da va qancha protein bo'ladi. Bundan ichishimiz kerak. Mazza. Yaxshi. Spirtli ichimlik baribir yaxshi do'stlar. Endi agar yosh bola bo'lsangiz, ichmaganingizni tavsiya etaman. Xo'p, ichmasangiz degan, ichmasligimni men qayerdan bilay. Xo'p, qani televizorda nima yangiliklar? Muzikalar. O'chirib qo'ydim. Pultni qo'yamiz. Ertalab boramiz u yerga. Endi uxlaymiz. Xo'p do'stlar, tayyormisizlar? Va biz ketishimiz kerak do'stlar. Xo'sh, xullas biz endi o'shani o'ldirishga boshlashimiz kerak. Yaxshi, bu yerdan barcha narsalarimizni olishimiz kerak. Voy onasi. Xo'p, bitta sniper, bitta pistolet bor. Buni olamiz. O'g'ir ekan. Pistoletni bu yerdan. Kompyuterni kechasi o'chirmayapman, qizib ketganda.
Oho, qizib ham qolibdi ancha. Kuyib qolsa o'zi yagona kompyuterim shu bo'lsa, shunda video chiqaraman sizlar uchun ranglardan. Bu ham buzilib qolsa, oho, nima bo'ladi? Buni ofisi shu yoqda deb eshitganman, meni boshliqlarim shu yoqda deb aytishgan. Endi boshlig'imga gapiga kirgan holatda boshliq meni yo'paralarga xo'sh, Jigulilar. Bu yerdagi odamlar boy shekilli. Xo'sh, Jigulilar. Hozir Jiguli juda odamlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi, rahmat. Ketmaysiz deb so'rab bordi. Nima xohlaysiz? Ana o'sha yerda janob Steve degan odam ishlaydimi? Ha, janob Stevemi? U ana shu qizil mashinaning yonida turibdi. Aha, rahmat. Janob Steve shu yerda ekan. Yaxshi. Janob Steve, yaxshimisiz? Yaxshimisan? Kechasi bilan ko'rishgandik. Ha, hozir ham kasalmisiz? Ha, albatta, hozir ham sal kasalman. Yangi Jiguli oldingizmi? Ha, siz ham minib qol. Rahmat. Uzr. Bo'laveradi. Mayli. Bir aylanib ketamiz do'stlar. So'rayapti. Mashina yomon ekan. Mashina tushirib qo'yamiz. Eshigini yopaylik mashinani. Bo'pti, men ketishim kerak. Ha, qayerga? Ana tepaga ishim bor. Ha, bo'pti, yaxshi bor. Hop, yaxshi do'stlar. Biz bu yerga chiqib olamiz, men qizig'i. Do'stlar, shunchalik ham og'ir ishlarga men qo'l uryapman. Buni aytmasa ham bo'laveradi. O'sha 4-qavatga chiqqandan keyin biz o'tishni boshlaymiz do'stlar. Mana biz normalniy qavatga chiqdik. Xo'p do'stlar. Janob Stefaniyada turibdi. Xo'p, mo'ljallab. Yaxshilab. Telefon kelib qoldi. Alo, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Janob Steve qayerda? Pastimda turibdi. Hozir tezroq ol. Sen orqangda militsiya kelyapti ekan. Qayerda militsiya? O tarafga qara. Voy, militsiya bor ekan, chap tarafda ekan. Bo'pti, tezroq qochga o'tib bo'lib. Bo'ladi. Xo'p, o'tamiz. Ochishga harakat qilamiz, mo'ljallab. Yaxshi. Janob Steve bo'ldi. Ana endi qochamiz do'stlar. Bizni hozir sezib qolishlari mumkin. Endi tez, pastga. Bu tarafdan tushib ketamiz tezroq. Bu tarafdan. Yaxshi. Cho'ntagidagi hamma barcha qurolni tepaga. Buni bu qo'l olmayapti. Mayli, bu turaversin. Bu ko'rinmaydi. O'zi tez chiqib ketishimiz kerak. Bu yerdan chiqib bo'lmas ekan. Qiyin ekan. Tez chiqib ketishimiz kerak. Yaxshi. Hozir militsiyalarni ham ko'ramiz. Militsiyalar. Tez bu yerdan o'tib ketishimiz kerak. Hozir qurolni moslab olamiz. Menga tegma. Mana. Nasibangni. Ha, yaxshi. Bularni ham o'ldirish kerak. Bizni o'qizishyapti. Hop, ot. Yaxshi kelishmayapti, sezishmaydi. Endi do'stlar, bizni sezib qolishmadi, bizni hech kim ko'rmadi. Endi biz bu yerdan qochamiz. Bu Jigulini aynan menga tayyorlab qo'yishgandi. Menga aytishgan edi. Necha qiyin bo'lsa, haydash. Mashinani haydash buncha qiyin. O'zi eski mashina bu. Jigulini menga eskisini berishibdi. O'g'lim urib oldim-ku. Hayajonda o'zi. Shunday bo'ladi, menda hayajonlansa mashinani urib olaman. Nima deb qo'yishim mumkin? Hayajonlansam, bu mashinani nariroqqa qo'yib kelamiz. Jinoyatchi qayerga ketsa, mashina pastga ketganimizda urganga o'xshatib qo'yamiz mashinani. Urganga o'xshatib qo'ydik.
bu tarafdan o'tib ketamiz, bu tarafdan. Bizni hech kim ko'rmaslik kerak. Yaxshi do'stlar. Hech kim yo'q. Ketamiz. Uy, tushib ketdimi? Tushib ketdi. Chiqib olamiz. Shuni so'manda, shuni tushib ketib qolishdi. Bo'ldi. Mana bu qo'shnim o'sha boshlig'imiz. Sen Mark zo'r bolasan-da. Janob Stivni o'ldirding. Ana endi biz undan qutuldik. Endi keyingi davrlarda biz janob Uilsonni o'ldirishimiz kerak. U ham qo'shnimiz, lekin undan qutulsakkina biz boy bo'la olamiz. Ana shu esa killerlikning oxiri bo'ladi. O'zi eshitib turibdi ana, futbolkada. Balandroq gapirib kerak. Hech kim eshitmadimi? Ha, eshitmadi. Ha, unda yaxshi. Bo'pti, sen nega bor? Men hozir mana sanduqdan pul olmagan. Ha, bo'pti, xo'p. Bir pachkasi menga ham. Ha, albatta senga olmayaptimi? Ha, shunga bo'lgan olma. Bir to'g'ritishni bilasan, pul olishni bilmaysan. Uzr, ha. Bizning xo'jayinimiz sal asabiyroq. Endi nima desa bo'ladi? Asabiy emas. Bo'ladi, shunaqa holatda bor. Xo'p do'stlar, agar bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin do'stlar.